Istotami! Qadrdon muxlislar, yaxshi bilasiz, prostata bezidagi bezovtalik jim kechmaydi. Tez-tez hojatga borish, kechasi uyquni buzilishi va kuchni pasayishi hayotni og'irlashtiradi. Bu paytda esa Prostamix sizga yordamga keladi. Prostamix peshob bo'yicha noqulayliklarni kamaytiradi, yallig'lanish va shishni pasaytiradi, jinsiy faollikni tiklashda yordam beradi va erkaklarni faol hayotga qaytaradi. Maslahat bepul. Hoziroq 55 kodi bilan 513 99 99 raqamiga qo'ng'iroq qiling. Assalomu alaykum qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal Turfa olam. Geopolitical Ekonomiya agentligi tahlilchisi Ben Nortonning 4-yanvar kungi o'z maqolasida qayd qilishicha, Kiyev NATOning Sharqiy Yevropadagi qo'g'irchog'i bo'lib, u o'nlab milliarderlar tomonidan boshqariladigan rejim hisoblanadi va Trump Venesuelaga hujumni Putinga Ukrainadagi o'z maqsadiga to'liq erishishga imkon hozirlash uchun amalga oshirgan bo'lishi mumkin. Va Ben Nortonning bir qancha faktlarga ko'ra, Venesuela prezidenti Nicolas Maduroni taslim bo'lish ham, shuningdek kishanlangan holda New York shahriga olib kelinish ham ko'pchilik siyosiy ekspertlarda shubha uyg'otmoqda. Ben Nortonga ko'ra, Maduro yer sayyorasidagi eng ko'p neft zaxirasiga ega davlatning prezidenti hisoblangan va uning qo'riqchilari, shuningdek maxsus killerlar otryadi ham bor edi. Qiziq tomoni shundaki, Qo'shma Shtatlar armiyasining maxsus guruhlari Nicolas Maduroni o'z yotoqxonasidan olib ketgan. Buni qarangki, o'sha paytda Venesuela havo mudofaa tizimlari ham, mamlakat qurolli kuchlari ham Qo'shma Shtatlar harbiylariga qarshi bir dona ham o'q uzgan emas. Xo'sh, nega? Negaki o'q uzmaslik to'g'risidagi buyruq yuqoridan, ya'ni prezident Nicolas Maduroni o'zi tomonidan berilgan edi. Tahlilchi Ben Nortonning yozishicha, Maduro va Trump bu teatrni oldindan kelishuv asosida sahnalashtirdi va Donald Trump Maduroni barcha talablarini qabul qildi. Ammo Maduro buning uchun, aniqrog'i tirik qolib boy badavlat tinch yashash uchun Venesuelani Trumpga berishga majbur bo'ldi. Washington Post agentligining 5-yanvar kuni New Yorkda sudni Nicolas Maduroga ayblovlarni e'lon qilishi bilan bog'liq xabari ham Ben Nortonga ko'ra teatrning bir qismi va Venesuela prezidenti Nicolas Maduroning keyingi hayoti hech qanday qamoqxonada emas, maxsus qo'riqlanadigan barcha sharoitlarga ega harbiy bazada yoki kurortda o'tadi. Eslatib o'tamiz, New York Times agentligining axborotiga ko'ra, Qo'shma Shtatlarning Venesuelaga hujumi natijasida qurbon bo'lganlar soni 4-yanvarda 80 nafar kishiga yetgan va ularning 30 nafarini kubalik harbiylar tashkil qiladi. Endi Donald Trumpni Grenlandiyaga tahdidiga o'tamiz. E'tiborli bo'ling. Wall Street Journal agentligining axborotiga ko'ra, 4-yanvar kuni Donald Trump o'z bayonotida Grenlandiyani Qo'shma Shtatlar xavfsizligi uchun Washingtonga kerak ekanini bildirgan. Trumpga ko'ra, Grenlandiya Rossiya va Xitoy kemalari tomonidan qurshab olingan. Bu esa Yevropaga va Qo'shma Shtatlarga to'g'ridan-to'g'ri tahdid hisoblanadi. Shu boisdan Amerika Qo'shma Shtatlari Grenlandiya boshqaruvini o'z qo'liga olishi shart. Wall Street Journal agentligiga ko'ra, Daniya bosh vaziri Mette Frederiksen 4-yanvar kunini o'zidayoq Trumpga javob yo'llagan va u Qo'shma Shtatlar prezidentidan Grenlandiyaga, shuningdek Daniyaga tahdid qilishni to'xtatishni so'ragan. Mette Frederiksenga ko'ra, Daniya Venesuela emas va Kopengagen hech qachon o'z bayrog'i ostidagi hududni hech kimga jangsiz topshirmaydi. Bu gapni esa Trumpga yetib borgani aniq. Endi Venesuelaning vaqtincha prezidenti Delcy Rodriguezning Donald Trumpga taklifiga to'xtalamiz. Delcy Rodriguezning bildirishicha, Caracas davlat boshqaruvida Washingtonga hamkorlik taklif qiladi. Biroq Caracas o'z boshqaruvini nafaqat Amerika Qo'shma Shtatlariga, balki hech bir davlatga bermaydi va Venesuela bundan keyin mustamlaka bo'lmaydi. Unutganlar uchun katta eslatma. 4-yanvar kungi o'z bayonotida Qo'shma Shtatlar prezidenti Donald Trump nafaqat Venesuela prezidenti, balki Venesuela boshqaruvini ham o'z qo'liga olganini e'lon qilgan. Endi Ukraina urushiga aloqador xabarlarga yuzlanamiz. RIA agentligining Rossiya Mudofaa vazirligiga tayanib bergan axborotiga ko'ra, 4-yanvar kuni Rossiya qurolli kuchlarining markaz bo'linmasi Xarkov viloyati tarkibidagi Podol qishlog'i nazoratini o'z qo'liga oldi va Ukrainaning bir kunlik barcha frontlardagi yo'qotishlari 1220 nafar askar
askarni tashkil qildi. RIAning ma'lum qilishicha, o'tgan hafta davomida Rossiya havo mudofaa tizimlari Ukrainani 1500 dan ortiq dronini urib tushirishga muvaffaq bo'ldi. Endi Shimoliy Koreyaning yangi turdagi gipertovushli raketasi haqida to'liq axborot beramiz. Shimoliy Koreya Markaziy telegraf agentligining xabariga ko'ra, 4-yanvar kuni Kim Chen In ishtirokida Shimoliy Koreya Ryokpos tumanidan Yapon dengizidagi nishonlar tomon o'zini yangi turdagi gipertovushli raketasini yo'llagan holda raketa sinovini omadli yakunladi. Ma'lum bo'lishicha, ushbu raketa Shimoliy Koreya chegarasidan 1000 kilometr uzoqlikdagi barcha nishonlarni yo'q qilishga qodir va Kim Chen In uni mudofaa tizimidagi muhim yutuq deya izohlagan. Voqealar rivojini birgalikda kuzatamiz. Turfa olam bilan qoling. Siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.